Bu eng katta xatoyingiz. Savolni o'zi, erkakmisiz? Bo'ldi, yutqizdingiz. U siz oldingizda o'zlarini erkak his qila olmaydi boshqa. Lekin o'zini erkak his qila oladigan odamning oldiga boradi. Ikkinchi katta xato, qarindoshlarimiz so'rayapti, o'sha gapiryapti, gap qilishyapti, erkakmilar o'zi deb. Bu ham qarindoshlari gapi emas, sizning gapingiz bilib turibmiz. Bu ham katta xato. Juda ko'pchilikdan eshitamiz, nafaqat rafiqa, bir xillari singillarimiz aytib qo'yadi. Aka, xotiningizga qarang, erkakmisiz deb gapirishyapti odamlar. Bo'ldi, bu xato. Akangiz ham sizdan ko'ngli qolishi ehtimoli katta, chunki siz shu gapingiz bilan akangizni erkak emasga chiqarib qo'yapsiz. Ayoli emas, siz. Bir xillari ayollarimiz, erkakmisiz, pul topa olasizmi, qarindoshlar gapiryapti, tanishlarim gapiryapti. Erkakni g'ururi bilan o'ynashmang deb yo'lovchida ham aytganman, shu yerda ham aytaman. Omadi bilan ham. Omadi bilan ham, lekin g'urur baland turadi. Juda nafratlanaman shunaqa odamdan. Xafa bo'lmanglar. Kimdir mana shu so'z ishlatsa. Endi bilmagandir sizlar, tushuntirishmagandir. Bugundan keyin eshitganinglardan keyin boshqalarga ham aytib qo'yinglar.